Kech hammaga o'rtoqlar, bugun 8-dekabr navbatdagi avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa, Qo'qon Farg'ona viloyati Qo'qon Uchko'prikka tog'alarimiz kelgan. Xudo xohlasa, tog'alar ertalab soat 9 da keldinglar. Soat 9 da kelishdi. Bugun 8-dekabr soat mana 10 bo'ldi. 10 da rovna hamma ishingiz bitdi tog'a. Gaz qo'ydik, resor qo'ydik. Xo'p, koronalarni qo'ydik, bakovoy qo'ydik. Xo'p, chexol polik, video registrator qo'ydik, to'g'rimi? Labon ishqibozlari juda ko'p. Tog'am o'zlarining ishlariga hech qanaqa ortiqcha ish qilmasa kerak, faqat o'zlarining ishlariga uyda foydalanishga chiroyli qilib diskalarni qo'yib qo'yibdi, yarashgan, lekin juda yarashgan. Qulaylik bo'lish uchun tog'a yonboshga eshik ochib berdik. Ko'nglingizdagidek bo'ldimi tog'a ishlarimiz? Bo'lmaydi. Boshidan oxirigacha ko'rdingiz. Vallahi lider ekan. Lidermi? Hamma ishingiz bitta, lekin chiroyli qilib zapaskalarni joy-joyiga qo'yganmiz. Orqa tomonni ham bitta ko'rasizlar. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana orqa tomonlari, ichki tomoni полностью alikabond bo'lgan, hech qatida ulog'i, choki, hamma joyi but-butun bo'lgan. Pol qismiga ham e'tibor beringlar. Xo'p, orqa tomon darvozali, xudo xohlasa mana zashnik dugalarni qo'ydik. Xo'p, nomerimizni o'zlari aytdilar, yopishtirib qo'yib berdik. O'zlarining nomerlarini ham Nerjavikadan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tavsiya berasizmi? Internetga qo'yaman, YouTube'ga qo'yaman, Instagramga qo'yaman. Bizning Instagramdan